Qizlarni tushunmoqdasiz. Avtori Oysham Ismoil Tabassum. 9-qism. Men kirganda o qiz meni saqlab choy ichib o'ltiribdi ekan. Kirib tonishliq berishib bo'g'icha ko'zimning ichiga qadilib turib, belikidagi qora soyitiga obdalla birini qarab qo'ydi. Bu degani meni yarim soat kechikib kelding, vaqt qarshing yo'q bir adashgansan degani edi. Qaytimga olmay o'ltiraverdim. Rasmiyatlik tonishlar bo'linib o'tgandan keyin qiz kutilmaganda yenidagi qora rangli xurum hujjat somkasidan bir tutam kenishkilarni chiqarib, etikida qo'yib, ondan bir-birlab oldimga qo'yib tonishtirg'ili turdi. Bu mening to'liq o'tirni bitirgan chaqdagi diplomim. Ma bu oliy maktabni bitirgan chaqdagisi. Bu Hanzo tili daraja kenishkam. Bu aspirantlik layoqatnomam. Ma bu kompyuter texnika daraja kenishkam. Ma bu yumshoq detal loyihalash yasash ijozatnoma. Qizning kenishkilaridan ham gaplardan hayron qilib, uning gapini bo'ldim. Haq kirgansizda. Ay, to'xtang, men toz tushunmay qoldim. Bugun ikkimizning ko'rish ishlarining sababini tushunamsiz yoki? Ha, tushunib ondan chiqqan. Nima bo'ldi? Hamda daymana. Ya bu 100 tirani imtihon maydoni bo'lmasa. Menmi komissiya emas. Bu ikkimizning qiz-yigit ko'rishi. Bu kenishkilarning hojatimi yo'qchu? Men unda qaramayman. Bir odam o'zi to'y qildigan qizni har jihatdan tushunishi, o'qish tarixi, qo'lga keltirgan natijalari, qiziqishi ham qilayotgan ishlarini to'liq bilishi, o'zining amaliy ahvolini qarshi tarafga bildirishi kerak. Shundoq bo'lgandala, samimiy holda yuzlangani bo'ladi. Ikkimizni ko'rishishga o'rinlashtirgan ochimizga sizning munosabatli diplom guvohnomalaringizni alg'ash kelishingizni taplab qo'ygandim. Boya qarasam, quruq qo'l kiryapsiz. Og'ish kelmadingizmi? Yo'qay, undaq gap anglamadim-ku men. Endi bu men bir imtihon berib rahbarlarning oldidan o'tmagan ekan-da. Mayli emasmi? Bu ochimizga menga demabdi. Degan taqdirdami aniqla akamaydim-da. To'g'ri muvofiq bo'lmaydi u. Undaq sal qarsangiz bo'lmaydi. Men ahamiyat berayotgan ishqa mushundaq yuzaki pozitsiya tutsangiz qanday bo'ladi? Men sizning o'qish tarixingiz va hamma ishlaringizdan xabar topishim kerak-da. Voy, bu odam bo'lish, qobiliyat hozirlash deganlar kenishkiga bog'liq bo'lmaydi qarang. Lekin odam bo'lgan ekan, qobiliyatli bo'lish kerak. U qobiliyatini kenishkilar orqali isbotlaydigan gap. Lekin to'yni kenishkilar qilmaydi. Biz qilamiz. Uyni qobiliyat tutmaydi. Biz tutamiz. Shundaq-ku. O'zining salohiyatini, o'rnini, bilimi ham natijalarini shu kenishkilar orqali ko'rsatib bermagan odam qandaqmi to'y qilish salohiyatiga ega bo'lsin? Nima demoqchisiz? Hech nima. Men shu o'qish tarixi to'van odam bilan to'y qilishni xohlamayman. Mening o'qish tarixim yuqori. Doktorlik unvoniga ega. Ammo siz nimishqa og'ish kelmadingiz? Ko'rsatkim kamisi men hech kimga ko'rsatmayman. Qarsam mangdamda bir takallashib, hamma gapda meni besib tushning ko'yda qoldingiz. Siz to'y qilib bir oila qurishga emas, korxona qurib, odam boshqarishga mos kelgansiz. Qiz bola degan o'g'il bolaning oldida yuzdovan, royish, jimg'ur, gapni silig'ida yumshoq qiladigan, ham ahvol qarab ish tutishni biladigan. Lekin sizning xuyingiz satgan. Men qarang, bu xuyingiz bilan ma yaqin qiylarda olmaydi sizni. Davomli xizmatingizni qilib, kenishkilaringizdan huzurini surib yashasangiz bo'g'dak. Beadablik qilmang. Men bu yerga cho'nglarning o'rinlashtirish bilan kelgan. Menmi xo'shnamning o'rinlashtirish bilan kelmadim-da. Suyimlik opam, shu qiz bilan chiqishib qolsang to'yingni o'ynaymiz deb avatgan menimi. Suvandarlik qilmasangiz bo'lmamdi. O'zingiz boshildingiz-ku. Endi mendek ko'ramsiz. Nada qiz yigit tunji qitimliq uchirishda bir yutum kenishki diplomlarni ko'tirib kelib, chillag'i yaydigan ish bor. Aniqli o'zingizning iste'dodini ko'z-ko'z qilg'ili tepiyotgan ishingiz bu. Va bo'lgandan ko'rib baqsin dedim. Yomon ketdimi? Ikkimiz jadalni avjiga chiqarib, choyxonani beshimizga kiyayotganda tushdan yetib kelgan kutko'chalarning besiq turishi bilan aron tasdi besiqib oldik. Lekin mening ochchig'im xeyli kunlargacha yonmadi. Shu yerdan chiqib etib o'z-o'zimga. Endi dixmaq dallol tanishtirgan saran ketish qizlar bilan hargiz ko'rishmayman dedim. Hech bir inson kashqosimi osh qolmaydigan bu hayotda dallol ochimizning qiz tanishtirishlarini rad qilgan bilan opamning do'stlari, dadamning og'inlari tanishtirgan qizlar yana chiqib turdi. Dunyodagi butkul qiz o'g'illar osonla loyiq deb o'ylanadigan turmush menga kelganda shunchalik tas bo'lib ketdiki,
Öylenmisem faqat bo'lmaydigan. Ammo öylenay desam, muvofiq qiz topqili bo'lmaydigan. Muvofiq qiz topganda yo xuypayli, yo shartlari menga to'g'ri kelmaydigan. Hamma tarafi to'g'ri keldiganning yo to'y qilib ajrashgan tarixi, yo boshqalarga oshna bo'lgan, bir necha qitim o'g'irliqchi bola tushirgan ish izlari. Umi bo'lmaganda odamning ko'nglini saskandirgidek g'alati qiliqlari bor chiqib qoldi. Ashularning ichidagi bir qiz naq eliqi qaysi bir etotdiki savur vodka. Qizning chiroyli, sifti yasnishlari, nazokatlik yurish turishlari, yiqimliq, yumshan, larzon so'zlashlariga mas bo'lib, yana birdam uzoqroq billa o'ltirsaq deb o'ylabdiman u. Yana birdam o'ltirsaq ishning kayindan ish chiqadiganligini xiyolimga keltirmabdiman. Qizlarning hammasi ma'nondek yerim saqiqi bilib, ishchi qizisimi teshig'i chiqamay, hejib kelmaydi da mening oldimga. Shuning bilan men uni katkilib qo'ymay, yana birdam o'ltirayli, choy tugis qahva bog'i ko'ndirib, uni buni so'rab gapga silib, buni javob bergizib, gaplarini anglab, noz karashmisdan o'zirinib o'tirdim. Bu qiz tog'dan bog'dan gap qilib berib, yomonmi yiqimliq so'zlab, ko'zimning to'shkiga qarab o'ltiraverdi. Uning gaplari bag'ansir larzon, bag'ansir yiqimliq chiqili turganda, ko'zlarining xumarlashib, chiroyining kulkiga moyil bo'lib qolg'ili turg'anni. Gaplarining salpal, realistin chiqayotganliklarini sezib qoldim. Chiroyiga qarsam-g'u uyqusi kelib qolgandek turdi. Lekin gaplari bo'lakcha. Tili dengus ketayotamdiki deb xeyli kuchinib diqqat qildim. Bara-bara hijoyg'ash uchisidagi choponni selib, kayniga cho'rib, ko'ptisining tugmasini echib, yoqisini oppoq ko'ksi echilib qag'ida qayradi. Ondan kutgacha avaylab oldiga qo'ygan muz suyini andikib turib yuziga va maydisiga chashqandekin g'ayrili hijoyg'ash. Sat bo'ldi, ha? Ishim qizib faqat chidayamdim. Ash oxir qurumkini ortiq ichibman. Shu kuchini ko'rsatib sat bo'ldi. Qiz davatgan oxir qurumkining nimani ko'rsatganligini qiyos qilishdan qo'rqib tursam-mu, tuyg'ularim shu tarafga ketib boradi. Men bir xiyollar bilan uning xumarlashib, yumilib ketayotgan ko'zlariga, bag'ansir qo'lashmag'ili turgan so'zlariga cho'kdim. Qandoqli o'ylasam, bir yerlari ikki xil. Emasdu deyman xudiksirab. Shundaqmi deya deyman andish qilib. Oxiri bilgim kep faqat chidimidimda qizga o'xshash yerim yoti kulib ejib turib so'rdim uningdan. Nima u oxiri quromka? Qandoqni ishkantamiz? Mau tay chanmig'idek azroqli ichay deb. Oxirgi birisi ortiq ketib qopti. Hamda o'zini ko'rsatib bu. Bu gapni anglab, men ham sagib, diringni cho'chidim. Shundaqdimi, hayronligimni chandırmay, yana qizg'a moslashgan holda so'radim. Voyyo. Nimadaq yamansiz? Arlar ichidigan shundaq kuchli qaraqnimi ko'tirib qo'ymanda, ha? Qaltas mana. Odatda ishib turamsiz. Yolg'iz ichamsiz ya, do'stlar bilanmi? Meni chelvatsiz, ha? Shundaq so'rsam deb berdi deb qoldingizmi? Voy aqay. Mundaqcha qarang. Araq ichalaydigan qizlar o'lpatlik yaraydi deyman. Bizning idoradami 2-3 qiz xizmatlash bor. Yig'ilishlar bo'lib qolsa, ishchib degan sham bo'lib ketadi. Bәрimiz yiqilib qolsaqmi, shular hech nima bo'lmay, oxir biz o'g'illarni ashlar uylarimizga to'shiydi. Adayman. Mushundaq bos pechat bo'lmamda sizningcha. Nima u bir romki qaqa qaqmayli mas'ul yiqilib yetib bo'lsa, biz o'zimiznikini ishmasak texi. Ularni uyga olib qo'yamiz deb vaqt isrof qilmasak texi. Faqat tayini yo'qchu, andaq bo'lib qolsa. Ish qilib hayzingiz bor ekan. Bo'p qoladi har holda. Bu da og'illar o'tirib qolsak bildi borayli. Sizni ulpatdiki takliflay. Qandaq? Chataq yo'q. İçişte bəslişib qalsaq, qızlarınızda mı yandı qoyumuz-ğu biz? Ondaq içərmənlərdən nəçini yıqıtqan biz deymən. Vaxt kəgəndə bulanmıdım dəb o səykəsə, məndən rəncimən, ha?
Qiz shundaq deb hayajonlanib so'zlab o'rnidan turib ketdi. U qo'llarini shiltib, o'zini mardu-mardona ko'rsatishga tirishib, bir nimalarni davatadi. Men uning asli qiyofatini bilgandan keyin ichimga tinib o'tirib ketdim. Ondan eg'ir besiqliqimga qaytib, ilmiylik bilan so'radim. Lekin bugun men bilan ko'rishgili keldigan bo'lgandikan, sizni opamning do'sti Sheram tuqqunimning qizi edi deb atoyidan tanishtirgan bo'lgandikan, bugun bo'lsa-mu ishmay kelsangiz, to'y ishimiz haqida tafsili paranglashib baqsaq bo'lmasmidi? Shu men-g'u shunday qilaydigan. Lekin salbi ishkirimga ichvamsam oldingizda qizirib, tatirib, gap qilolmay tilimni chaynab qolamanmikin deb. Shunday bo'lganda nima demoqchi? Jasusdek soxtipazlik qilib, hamma ishni bilib bo'lib, ondan tarbiya qilg'ingiz kelib qoldimi menga? Men-chu qarang, sizning tarbiyaringizni qabul qilmayman. Aslida kagim yo'q deb bu yerga. Dadam degan odam zo'rlab avatmasa, po'q bormi menga? Qandoq bir bu qizni 29 yoshga kirdi deb tanishtirgan. Shuncha yoshga kirguchi to'y qilmay o'ltirib qilishning sababini mana endi tushungandek bo'ldim. Uning chala maslahatchi daldanshib chiqib ketayotganiga qarab ichim serilib ketdi. Elivilishni unutib qolib, boya qo'lini shiltib harrang-sarang so'zlayotganda yerga tushib ketgan chapini qarab tenim shirkandi. Aroqni biz erlar issak muvofiq, qizlarmi issa mayli, lekin o'ziga yarashani issa, unchilik tangshab sarang qilib atmaydigan, yolg'iz o'ltirib yoki qizlar o'zaro usuzlikning o'rinda mundaqli tetib baqsa yetarlik. Nada mundaq erlarnikini talishib ichadigan, teqib baslashib qolsa ulfatlarni urvatgudek darajada ichadigan ish bor. Loyiqlikqa tonishtirilgan bir o'g'il bolaning oldida shu ishlarni aymanmay, faxrlanib so'zlab o'ltirishni ko'raymi tex. Bo'libmi bizning oila sal an'anaviy oila tipiga tabe ediki, mundaq savur botqining cho'p qatardek ichib qo'ydigan, yana kelib tanqurlardan bakrak ko'tirib qo'ydigan kelin bu oilaga hargizmi yarashmaydi. Buni olaman desam bu dadam kuli ko'pamni yutgizib, uydan qo'g'lab chiqarishdan yanmaydi meni. To'limi eg'ir echinish ichida dadisi majburlab chiqargan bu qiz bilan bo'lgan uchrashish jarayonni opamga so'zlab berib, kayfiyatim o'sal bir holda o'ydiramga kirdim. Kech tong atquchi bir uxlasam nemidi? İçimni minglagan harlar yab, zodili azodi bo'lamadim. U yoqqa o'rilibmi uxlayolmay, bu yoqqa o'rilibmi bo'lmay, ya'ni yonfinimni qo'limga oldim. Yonfin o'ynayotib qarsam bir kamda tantan deydigan bir aloqalashish, so'zlashish detalning e'loni chiqib turdi. E'lon mazmunidan qaraganda asosliqqa loyiq izlaydigan, muhabbatlashadiganlar ishiltidigandek qiladi eliqinimini. Tazning ko'zi chashda, oshning ko'zi oshda degan shumikin tang, menmi qutulib bo'lolmayotgan mavi bo'ytaqchilikning zerikishligida shu detalga qiziqib qoldim. Shuning bilan tushirib qachilab tizimlitib bir tal nomer oldim. Ondan izlashtirib bir talay qizlarni qo'shib etdim bo'g'ay ichiga. Bir kamda qarsam majlisdan uchur kepmi ulguribdi. Bekar bo'lgandikin deb al qatori paranglashib qo'ydim. To'xtamay so'ralayotgan savollarga zerikmay javob berib. Bu ishlar shundaq bo'ldi. Gapning uzunisini qo'yib qisqasini qilay. Shu qizlar bilan paranglashish jarayonida Zolalay ismli bir qiz bilan tanishib qilib, 3 kun bo'lmasdan uchrashishga chiqdim. Mavi bir oz rayish, muloyim, chiqishqoqdek turdi hozircha. Haftasiga 3-4 qitimdan ko'rishib, billa tomoq yeb, oylanib, kino ko'rib yurib, har holda yetlashib qoldik. Boshqa taraflardan kuzatib boqqach, birer oycha oralashibdi. Yani şu dadam apamlarning oldirtishlariga bas kelamay, to'y taklif qo'yay deb turgan zamonda buningmi ushshaq tili chiqdi. O'ninchi qism. Yani şu dadam apamlarning oldirtishlariga bas kelamay, to'y taklif qo'yay deb turgan zamonda buningmi ushshaq tili chiqdi. Buni oladigan ishim bo'lsa, menga qo'ydigan sharti borkan, daftardan ikkisi to'shqidak. Texi birinchi shartiga ma'qullik bersam, ikkinchi shartini, ikkinchisiga ma'qullik bersam, ondan uchinchi shartini.
shu qatori aytdi ekan. Maslahat tashkili bo'ladi desam, yana qizilini chiqaradi. Siz bilan to'y qilsam bo'ladi. Biroq bizning oila bekmi yuz obro'yliq, katta o'tgan oila. Yana kelib men bir talla qiz. Şuna toyliqim alaydı köp bo'lmaydi jimi. Apam burilla mening toyliqimni bekitib bergan. Toyliqqa 700 ming yuan bersangiz, ondan menga 200 ming yuan qimmatida bir mashina. Dadam bilan apamga boshqa sovg'atliklardan ayrim, yana danglik markalik soatdan bir jup oltin uzuk olsangiz, to'ydan keyin o'ltiradigan uyni siz olsangiz, bezashga ketalik narsalarni apam qiladi. Lekin ishchik oladigan narsalarning yarim chiqimini siz ko'tarasiz. Ojon. Nim bo'ldi? Yo'q. Eshitma, qani davering. Ojon deysiz-ku. Nim bo'ldi shu? Ya, shu daymana mundaq. Shuncha bola to'yliq sovg'atliqlarni epmi, yana tixi uy ichiga oladigan jabduqlarning yarim chiqimini men chiqirdi ekanman. Buni qo'yib turaylik. To'y qilsak, men sizni olaman. Dadingiz bilan opangiz o'zining uyida qoldirganda. Shundaq bo'ladi. Nim bo'ldi? Mundaq sesib kelib qilib. Ya, avu. Hamda qarang, to'yliq sal eshib ketgandek emasmi sizningcha? 700 ming sizga bir to'yliq. 200 minglik mashina yana bir to'yliq. Jami 900 ming. Dadingiz bilan opangizga danglik markalik bir jup soat bilan bir jup oltin uzuk. Bo'pti, boshqa sovg'atliklar bilan qo'shilib, dadingiz opangizning chiqimi 100 ming bo'g'ili turdi. Shuning bilan jami 1 million yuan bo'ldi degan gap. Ondan uyni men olsam. Yo'q, olmasammi tayyor uy bor. Yana kelib bezab, chestay qilayotgan hashamatlik uy. Shu uyni opangiz bezab berman demisimi? Menmi yerim chiqimni qilib, ishchiga narsa olaman deb yurmasammi bo'ldi. Shunga uyning ishi tugidi. Shundaq bo'lganda dal 1 million yuan bilan menga xotin, opamga kelin bo'lib bizning uyga kiram degansiz. Nim deysiz siz? Men o cho'ng uyingizda sizning ota-onangiz bilan birga turmayman. Ya'ni kelib sakra yeri u. Kunanmayman yezg'a. Shaharning avvat yerdan bo'lmadi degandimi? 120 kvadrat metrlik uydan bir yurish olmasangiz bo'lmaydi jimi? Haqlar tekkan erni uyi bormikan desa, voy mana deb maydam urug'dek uyda o'tirmasak, sat turdi deyman. Qarang. U haq degan ota-aytan bizning uyimizni so'rab tekshirgili kelmaydi-da. Yezi bo'lsin bo'pti. Shahardan faqat shu ismning yezilishli farq qiladi. Shahar bilan bo'lgan orliqimi nihoyat shu 1 kilometr degan. Bizning cho'ng uyning umumiy ko'lami 285 kvadrat metrdir. Siz berib baxmadingiz. Shundaq chiroyli bog'liq o'ylisi, tol baranglari, gulliki ham elangishlik soyevallari bor. Bog'chidek yasavatgan uy u. Jonsholarini qadimki o'rda uslubida bak chiroyli qildirgan. Uy bormikan deganlar tong qog'idek uylar deyman. Voy, o sakradagi uyingizchi har qancha cho'ng, har qancha katta, har qancha esli bo'lsa-mi, u degan ota-onangiz uyi qarang. Sizning o'zingizning emasdan-a? Ya'ni kirib men o uyda tursam, boshqalar meni kelin bo'libla, qaynota, qaynonasi medikari bo'lib ketdi. Loy pochaq sakrak kelinlardan farqi yo'q deyishadi. Sat turmamdi. Ish qilib men yez tavalligidagi o uyingizda turmayman. Shahar ichidan boshqa uy olasiz. Undaq bo'lsa, siz davatgan 700 ming to'yliqqa yana ozroq qo'shib uy olaylik. 200 mingga mashina olaman deb yurmay, to'yliqqa shu pulni beray. Ota-onangizga beradigan sovg'atlikni kam qilsak sat turar. Lekin bir jup uzukni bo'ldi qilaversak qandoq? Shahardan uy elish niyatim bo'lmasa-mu, qizni chekib beqish uchun shundaq dedim. Biroq u qat'iy qarish turdi va ko'zlarini chaqchaytib chinladi so'zini. Bo'lmaydi. Qarang, qat'iy bo'lmaydi. 700 ming to'yliqni bir mo'chani kim qilmay bersiz. Ondan 200 minglik mashinani qiz ko'chirgil bag'anda chiroyli haydab berib, to'yliqni ochganda oshqushni dasxanda qo'yasiz. Dadam opamlarga oladiganni kim qilsangiz, texmi bo'lmaydi. Bir qizni tug'ib, beqib cho'ng qilib, o'qitib qatorga qo'shqicha tatmagan jafosi qamagan ota-onamga o'nchilik sovg'at hadiyalar arzimanda sizningcha? Oshirib olsak olamizki, kam qo'yishga hargiz bo'lmaydi. Mushlarning hammasini naq qilasiz, ondan o'ynimi cho'qim olasiz. Ishchiga ketalik chiqimi men degandek bo'ladi. Bu siz
qarang, mau maslahatlaşib baqsaq bo'la? Nimani maslahatlashatdik yana? Bo'ldi-ku, ishlar shundoq bo'ldi. Men gaplarni deb qo'ydim. Endi qolganini siz hal qilsangiz bo'ldi. Pul bilan bitadigan ishlar shu. Jafo yo'q sizga. Hammasi pul bilan bitadi. Sizga jafo yo'q deb qo'ying. Meni shuncha ko'p puli bor deb o'ylaydi ekansizda. Pulingiz bordi? Hey, bu o'g'il o'ylaymiz deb tayyorlik qilayotgan ota-onangiz unchalik pul deganni g'amlab qo'ygandi. Bo'lishi bordi. Lekin 1 million puli bo'lishini ataydi. Bu yillarda akam, ocham men uchimizni o'qitdi. Akam bilan ochamning to'ylarini qildi. Tug'ut marikalarini uzatdi. Uy setib olganda ha-hu deyishdi. Uning ustiga men bak uzoq o'qib ketdim-da. Taki mushchaqqacha o'qish pullarimni ota-onam to'lab, endi texi. Voy, jahbir gap qiladi ekansiz. Ko'z qoqqa qo'l botir deb tikan konalar. Bir boshdan boshlasangiz, asta-asta yurishidi deyman. Lekin to'yliqni siz degandek beradigan ish bo'lsa, rostilla uyga pul g'amlayolmayman. Cho'nglar bilan birga turaylik. Pul bo'lmasa, bu 285 kvadratlik uyingizni setib, shuning puliga eling. Bo'lmadi degandimi, 2 millionlarga yarab qala u. U uyni satsak ota-onam nerede turdi? Voyay, kichikroq uydan birini setilib o'rlashtirib qo'ysangiz bo'lmadimi? 4 kunlik qolganda undoq cho'ng uyda o'tiraverib nima qiladi? Puliga yaraydigan tayyor uy tursa. Texi, planlaringiz go'zal, ha? Endi qarang. Cho'nglar yashaydiganni yashab bo'ldi. Sizlar bolalarni uyini ilitib berib, to'ylarni qilib, baxtini ko'rgan vaqt keldi deding-a? Shunga men degandek qilayli desangiz, ularmi yo'q demaydi. Ota-ona degan shu bolam deb yashaydi-ku. Shuncha cho'ng uyni xaridorni tepib, bahosiga chiqarib sotqilimi 20 yildek vaqt ketar. Voyay, mening qarim yo'q. Bularni-chi menga deb bermang. Ish qilib to'yliqning tafsiloti shu. Qolgan ushaq tushaklarni ketib berib deyishib olamiz. Hozircha men degandek tayyor qilsangizlar bo'ldi. Boyaqi gapingizchi bo'lganda, bu to'yliq tizimligini opingiz chiqarganmi? Ha. Sizning to'yliqqa nisbatan qarishingizni bilib baqsam bo'lamdi. Mening boshqacha qarashim yo'q. Opamning gapini anglayman. Lekin sal ortiqcha bo'lib qoldi. Opingiz bilan maslahatlashib baqsangiz, sal to'varak bo'lsa qanday? Hey, men sizningcha shu yig'ib to'shab chiqqan 1 million to'yliqqa yarmaymanmi? Ha? Nima etdi, mititila endi bu? Opam gapni aniq deb qo'ydi, qarang. Shundoq bo'ladi. Nimada qiladigan-do ichimni siqib? Qizning tuyuqsiz o'zgargan pozitsiyasi g'ororimni tagdi. Qaraganda bu ishlar yuz xotiri qildigan yerdan o'tib ketgandekmi qiladi. Shunga qopiqimni turib, gapning postkallasini qildim. Biz pulni yo'ldan supurib kirmaymiz, qarang. Men oyda bir qitim maosh olaman. Ota-onamning men uchun sindirgan ajrining, sarf qilgan iqtisodning texi 100dan 1 ga javob qaytargudek bo'lmadim. Sizmi bu men shu pulga yarmandim deyapsiz. Acaba ota-onangiz sizni shuncha qimmatbaho sotammikan? Mabak chekini eshib ketdim abi. Men qimmatbaho san'at buyumini setib olib, uyimga tizib qo'yib, kunda qarab o'ltiray deyapmayman. O'zimga xotin alay, uyimga bir umr birga yashadigan hamra akray deyapman. Sizning o'yingiz boshdan oxiri shu bo'lsa, bu odam savdosini men qila olmayman. Kechiring. O'zingizni puli jiqraqdan birasiga setib oling. Zardi bilan shu gaplarni deb bo'libla o'rnimdan turib sirtqa oldim. Zalal ayning pushaymon qilishnimi, meni to'sib olib kechirim so'rashni umid qilib ketmaydim. Faqat shu daqiqada bu qizning menga, bizning oilaga faqatli mos kelmaydiganligini his qilgan edim. Lekin pushaymon qilmasimi, kechirim so'ramasimi mayli ediki, bir yo'lsizlik qilmagan bo'lsa. Men sirtni nishonlab menib 3 qadam olmasda bu qiz belikimga kappid esilib. Uyt! Gap deganni-chi chaqlab qilmaymiz, xo'jam. Kim o'zini sotadi ekan? Shunchki to'yliqni odam sodisi deb ketkidak gap qildimmi men? Xotin oladigan o'g'il bola degan to'yliq chiqilish kerak. Almsaqdan baqaydi-ku bu. Bekorlik tegadigan xotin lozim etasiga. Yuvashtirib bersam, nimanda qattiq quruq gaplar u. Shu to'yliqmi muvofiqroq bo'lsa chiqaramiz. Bo'lmasa qilmasaqmi bo'ladi. Undaq pulida kelishkil bo'lmaydigan siliqi eg'ir to'ylik. Munchavala eg'ir alvansliklari bilan oladiganga siz ya podshoning qizi bo'lmasiniz. Abobda shuncha to'yliqlar badliga to'ylashib, bir kimning uyiga bordingizmi deydi. Takkan eringizga oltin kumush tilla sanqab bermaydigan siz. Odam yeganni yeb, odam chiqarganni chiqarsiz haqqacha. Yomon eshib ketmaylimiki? Ha?
qiz bola har qancha katta dangdor oilaning qizi bo'lsa-mu, o'g'il bola olay demasa, beshig'i kaltak tanlab turib, zo'rlab tegib ag'il bo'lmaydi. Haddingizdan oshmangchimi? Bika achchig'im kelib qoladi. Men texi bir kimga zo'rlab turib tegib olay demadimmi? Tegimanli desamchi, o'g'illar degan o'chiratdan netcha. Şan undaq ahmas gaplarni qilib, vaqt isrof qilguncha, to'yli qilpagidek pulim yo'q deb uchiq essans bo'lmamdi. Shundaq turib, necha vaqtdan bekordan qo'ldiritib yurdingizmi meni? Siz bir kimga qo'ldiriladigan qiz bola emasay. Shuncha pulga yaraydigan odam qo'ldirilabmi yuramda? Bu yerda gap talashib turganning foydasi yo'q dana. Ha qachon purchiqimiz pishmaydigan bo'lgandan keyin chiroyliqini to'xtab qolaylik. Xo'sh amsa. Uy! Yaman bir odam silkiga ustikansiz siz. Deydiganlaringiz deb bo'lsangiz, yo'lingizga ma'g'iningizmi bu? Qanday qilmoqchi shuning bilan? Ma gapni bir yoqqa qaydib bitib, anda mangasiz. Men beka qilib kelmadim bu yerga. Ha shu, qaraganda bu yerga men o'zim beka qilib kelga o'xshamamdiman. Xapman. Kagili silib avar qiptiman. Sat bo'ldi. To'y qilsangiz chaqirasiz, uzatmasangiz bo'ladi. Shundaq dedimda qizning belikimga chinnida yepishib turgan qo'lni zarba bilan silkib tushirib etib, o'zimni eshikka otdim. Sirqi chiqibla qizning o'ndidor tantallarini, yonfin nomerini qora tizimlikka tiqib bo'xtadim. Lekin yonfin qora tizimligidan uchur kelaveradigan gap. To'sivilgan yonfin nomeri edi. Gerçi nima deydiganligini bilib beqishga qiziqib tursam-mu, telefonni olmadim chidab. Bayqisam, eg'izi sal bezatdi. Telefonni ipli qolsam, tillab vatvergimni chiqirib o'tirgandi. Askiga bir qo'shiq qo'yib bergilik deydi emasmi ko'nlar. So'qishib yengatdim degicha qo'yibla beraylar. Yo'lga mangsa avar qilmasdim. Biroq ishning mundaqlik tugamaydiganligini na'dim bilay. Kash bo'lganda notunish bir yonfin nomerdan telefon keldi. Sen hakimayla oldigan gapmanmi? Vay deganimni bilaman, tillabda tushdi. Hey, sidipas o'g'ri, ochaqni ahmoq ko'rib qolganmiding sen? Ha? Kunlarning yoqi olaman deb kaynang sep yurib, endi 2-4 tanglik to'yliq qilib, qiziqlik qilib tashlab qo'yam degansan meni? Hey, men bizning u ishlarni ota-onamga, do'stlarimga deb bo'lgan tursam, endi to'y qilmayman deb qilmas bo'lsam, men beshimni qanday ko'tarib yurayman? Nima qilgan qiliqim bu? Meni qartizimga kirgizib, gapingni uchiq qilasan. Yuvashtirib bersam, bo'zak ko'ramdan meni? Oy, kim o bu o'zi? Nima bilan da'vatlayman uni? Butun zehnimni yig'ib, jimmada turib angladim. Yonfin nomeri notunish bo'lgan bilan ovoz eliq qizning. Tillab livatida eshakdan tushgandek qilib. Anglab turaversam, meni mo'changa arzimas qilib o'tirgan chiroy. Oxiri zuvonim bo'lgandikan menimi harakatga keltirib qaytirib hujumga o'tdim. Hey. Su tapanchidek o'ng tatur itlivamay, to'xtab turgansiz. Nima qilganimga mushtlab ketirgansiz? Ha? Olaydigan gunoyim bor. Saladigan to'yliqingiz katta ekan, ololmadim. Mushundaqli ishdi bu. Bir eg'iz olay deb qo'yganga balaga qamayjimman. O'zingizni unda qimmat sotmagan bo'lsangiz, olsam olatdim. Qimmatkansiz. Xotin dadida jo'ylib uxlayolmagan, puli derizdan teshib taloq chiqidek bo'lgan baydan biras olsin. Qanda? To'li menga metitdi deb shalangiz chashmoq. Ha desam, odam tillig'ini aran turmay. Opangizning oq sutini emib cho'ng bo'lgandek chiroyli gap qiling. Ya'ni kasıldab tillaveradigan bo'lsangiz, mushu deganlaringizni o'ngilib sazoyi qilib atsam, shu chaqda ko'rsiz. Gapni o'ylashib qiling, ha? Beshamligingiz mening oldimda oqmaydi. Birinci qism. Mendek bir salohiyatdagi odamga mundaq cho'ylida turmaydigan qizlar bilan gap talashish faqatli yarashmaydi. Lekin bu qitim qat'iy amal bo'lmadi. Qandaqlik qilsam qildim, shu qizning jidallarini besiqtirib tugatdim. Uningdan keyin yana yiqilgan chelish to'ymabdi deganda qilib, yana shu tantan deydigan bir nimada tanishgan, mijozi oldingi qizga qaraganda ko'p yiqishlab, muloyim, kulibli turadigan bir qiz bilan uchrashishga boshladim. Qizg'o menga qavatli yoqdi. Lekin qarsam, ba'zida buning ko'zlarida sirliq bir havoyi havaslar parlab turgandekmi sezib qolardim. Umr rayish
muloyim bo'g'ini bilan ipini topolasa badallarni manga yiqib pat-pat surkashtiribmi qo'yadi. Shu orqali meni sinab beqivatamdikin. Qizlarga o'zini ziyoda urib turamdi yoki pishib yetilganmidi? Qiz bolaga ko'z qoni to'qmi emasmi deb qasdan qilavatamdikin deb o'ylabmi qolardim. Shunga qattiq ehtiyotchan bo'lib, buning sinoqlaridan o'tolmay oldida mat bo'lib qolmaslik uchun tirishatdim. Ammo o'ylaganlarimning dal aksicha ekanligi uningga to'y taklifi qo'yganimdan keyin ayon bo'ldi. Kinolardagidek romantik sharoit va muhitlarni tanlab ketmadim. Olaydan maydon o'rinlashtirib bir patmon asham daram qilib yurmadim. Oddiyli bir vaqt tamoqni bildi yegandan keyin paranglashib o'tirgach uning bilan to'y qilgan borligini. Qo'shilsa bakmi xo'shal bo'ldiganligimni aytdim. Kim bilsin, paranglashib o'tirganda bir chiroyli kulib turgan qizning bir dilla chiroyi o'ngib, kulkisi o'chdi. Biror gapni xato qilmagandim bo'lmasa. Üzük soğuk qilmay udulli to'y taklifi qo'yganim ko'ngliga keldi-da bayqushning dedim ko'nglimda. Lekin biz bu paranglardan kelib chiqqan Yevropa odamlari bo'lmagandikin o'zimizga xos tabiiy deyiladigan gaplarda bu. Ha, bo'pti. O'ylig'imni anglab boqay deb xeyli gapga zo'rlab baqdim. Oxiri u talatini buzibla chanshib qopdi. Mundaq bir hayotning, muhabbatning paysini surib boqilimikin desam, 4 kun bo'lmasda to'yning gapini qiladi ekansiz siz, ey. Men de qirib qolmadim dang, ha? Oldirab paloqchib berib agitigib, yandiriqqa yeli bir balani quchoqlab poq suylikini odolab, burab o'ltirmasammi, teqa agitigimay o'ltirib qoladigan yoshga bormadim. Güldek vaqtimda oldirab saldirab agitigib, qaynonalarimning xizmatini qilib, bekorlik madikor bo'lib ketmasammi, chechimga oqsanjib bilim mukchib qolgan yeri yo'q. Muhabbatlashib, yurib turayli desingiz, mana, bo'lmasa ana. Hozircha to'yni o'ylashqim yo'q. Idingizdan o'tsa izdasiz, bo'lmasa mayli. Qiz shundoq deb qo'yib, jaldiqini chalgan peti qisib tashlab ketib qoldi. Uning kayindan hangmaqqanimcha qarab qopdiman. Atsi bu ishlarni og'inan Furqatga aytib berdim, u kulib ketib. Ey Dalti, o qizning mijozidan san xiyol turib surkilib qo'yishlardan hech nimani bilmadingmi? Voy qara men sendek muhabbat peshvosi bo'lib ketmagan-dara. Mush qizg'imi muhabbatlashayli, to'y qilayli degan gapni degicha net sarg'aydim. Sen degan u taraflarni tahlil qilishga bilimim yetishmaydi meni. Ha, bo'pti, mayli. Terekmigina undaq. Hay, bunda qilaylimi? Akla undaringni. Nima qilsa? Deganimcha Furqatga yonfinimni berdim. U heliqi qizning o'ndidarini so'rdi. Men qizning o'ndidar paran ko'znikini echib berdim. Furqat oppoq tishlarini chiqarib kulgach, ko'zni qisib qo'ygandan keyin qizga davlat o'rtaq tilida uchur yozishga boshladi. Kechiring qo'zam, siz bilan davomli birga bo'lgan bo'g'achqa aldirabli to'yga eg'iz echib qopdiman. Hozircha to'y qilishni xohlamsangiz mayli, kerak yo'q. Keyincha o'ylasaqmi bo'ladi. Lekin sizni pek sig'inib ketadi ekanman. Qanday qilaman? Uning yizvatqanlarga qarab hayronlikdan ko'zlarim chaqchaydi. "Hey, nima bilan davatsan Sarangoy? Akila telefonni qandaq degan." Furqatning qo'lidan yonfinimni tortib olishga urinib so'zlab tursam, qizdan uchur keldi bo'g'ay, o'qidi. Ay, talashmay turg'in ey. O'yinning qiziqini endi ko'rsan. Mundaq deb to'qara. Sen o'qib beray-a? Hech qisi yo'q, siz nima to'g'ri tushuniman. Men ranjimadim, debdi. Endi yana yozay-a? Qarab tur. Furqat shundoq degandan keyin yonfinni yaqin akilib, menga ko'rsatib turib yozishga boshladi. Rasma, nimandaq yaxshisiz. Sizni suyman qo'zam, momoda. Sizni pek sig'inib ketdim. Bugun kechda mehmonxonadan yotoq zakas qilib saqlab tursam, hech kim daxl qilmaydigan jimjit yerda uchrasak qandaq. Meni undaq sig'indirib chidamaydi ekanman. Ma'quldanga suyimlikim. Furqatning qizga yezayotganlarini ko'rib ko'zlarimga ishonmay qelyaptim. Hammadan yomon bo'g'ini u qarish tarafga xat yezayotgan bu o'ndidor mening o'ndidorim edi. Qizmi o'ziga xat yezayotganni cho'qim men deb o'ylab qolardi. Munda xato tushunish bo'lsa hargiz bo'lmaydi.
Şuna Furqatning bu chaqchiqini ko'taramadim. Aldirabla telefonga qo'limni so'zg'ashga aydim. Ey, bir odamda gap qilsang o'lamsan. Nimalarni yozib bu mening o'ndilarimda? Avu qizmish xatlarni meni yozdi deb o'ylab qoldi, daldush. Qarg'ina. Nimanda ish teriydigan nimasan? Ay, voy, bir jim qo'ysang. O'yin ko'rmiz dedim-ku sana. To'xtab tur. Hozir isbotlab beraman. Qarg'ina, qarab tur. Hay, u shundoq o'ylab qolsa texi yaxshi. Aldirmay turg'ina bir. Yanfinim Furqat ikkimizning orasida talashdi qilayotgan shu paytda o'ndidarimga orqa-orqadan necha qitim uchir keldi. Qizning nima deb yozganini bilmaydim-yu, cho'qim shuningdan kelgan uchir ekanligiga chin bitib turatdim. Tillab saran qilib etmaganda o'la, deytdim ko'nglimda. O texi Yanfinni bermay tartishib yuratdi mendan qochirib. Shu tarzda Yanfin ekranni menga ko'rsatdi Furqat. Hay. Buni qara. Men nim dedim? O'z ko'zim bilan ko'raman. Chaqmoq tezligida uchurlarga diqqatimni ag'dirdim. Xatlar mitdida, jettida qilib bir qurdan yezib yo'llangan bo'lib, jami 7 qur edi. Biya, sizmi bundaq deyalaydi ekansiz, ha? Hergiz undaq demagidek deb o'ylagandim sizni. Mening sizdan ayrilib qolg'im yo'q. Lekin aldirab to'y qilg'immi yo'q. To'y qilmasaqmi yaxshi o'tib tursak bo'ladi-ku. Hammada sizning deganingiz hisob bo'lsin. Siz nima desangiz shu. Yataqni ep bo'lib, menga uchir qilamsiz. Uchiringizni saqlayman. Qizning kelgan xatlarni yenish-yenishlab o'qibmi, hech nimani tushunamadim. Ko'zimni chimchiqiltib, qonqiyib turganimga qarab Furqat kulib etdi. Ondan yana qizga javob qaytardi. Rahmat o'maq qo'zim. Amisi tayyorlik qilib eshikdan chiqqidek bo'lib o'ltiring. Sal turib yataqni epla sizga uchir qilaman. Muhabbatning fayzini puxodan chiqish surimiz jinim. Ma'qul jinim. Meni bek saqlatmay tezroq bo'lasiz amsa. Furqat shundaq deb yozsa, qizning kelayotgan javob uchirga qarab, texmi hayron qolsam bo'ldigan. Nima alomatlar bo'layotdi bu o'zicha? Kim nima qilayotdi bu yerda? Hech nimasini anqiramadim. Peshonamdan purrudi o'rlagan sovuq terni qo'limning kayni bilan surtib, salpiyib kelib o'rindiqda lassida o'ltirdim. Furqat mening umidsizlanganimni ko'rib, yana kulib ham tushundirdi u. Qara adash, ma sen bekchiq o'qib ketding degina. Maktabdan chiqmay, kechgacha kitob daftarlar orasida yurib, ma'u jamiyat odamlarning tadqiq qilib nadan nagich baqanligini bilgudak, bilib beqishga tirishqudak qollab bormi senda? Endi tuyuqsiz o'qishing tugab, jamiyatga rasmiy qadam qo'yganda, yengyachilikning mushunaq chandigan gap. Men sen desam baqo qara. Hozirgi qizlar yomon bo'lib ketdi, rost deyman. Apamiz zamonasidagi uydagilar kimga teging desam, ma'qul deb levini ishlab turgan qizlar nada qoldi hozir? Hay, mahkamning qizlari sen bizlardan 30 ni qatirsiq tizib qo'yib, bemalol o'yintidi deyman. Qizlarning ish kuchlariga kelganda, necha yillar mobaynida jafoliq o'qib olgan u magistr, doktorligining hech nimasi aqmaydi. Ularchi hozir qara. Yosh vaqtida maktabda o'qidim deb qo'yib, muhabbatlashib, o'ynab, shu muhabbat, o'yin tomosha deganlarning vatvarigan chiqarib etib, ish cho'ngiyib, to'y qilmasa bo'lmaydigan nuqtaga borganda, senga o'xshash bilimli, o'ngluq, yuvash, yumshoq o'g'il baldan birini tepibla, mukkida tegib, axloqliq, yuvash, obdan xotin bo'lib ketadi. Shunga haqning qizlari hozir to'y qilayli desang, yo'q. Kechda mehmonxonaga aha desang, chataq yo'q deydigan bo'lib ketdi. Mundaq desam, ko'nglingga bek ilg'amagan qara. Endi hammasimi undaq emasdi. Lekin baqo adash. Mo'shu men ko'rgan bilgan qizlarning to'lisi ashundaq bo'lib ketdi degina. Ashundaq qizlarning sababidan bir qarab baqsa o'g'illarning uylanmak tasdik ko'ringan bilan tagilab o'ylasa ashundaq yotoq kuchuklarining erga tegmak tasgan. Tegidan pokiza, axloqliq, yaxshi qizlarni 20 yoshga kirmasda egilab qo'yib, maktabdan chiqqan hamon yugurtib opirib, to'ylabli haq ilib oldi ekan. Yaxshi malning xaridori to'lib o'g'ini mo'shningdanmi balki. Mo'shnaq bo'lib ketibdi bu ishlar. Shunga qara. Ma'u qiz baldan taklifimni rad qildi. Menga taklif o'nmidi deb ranjib yurmay, har nim bo'lsa o'zini boshtaroq oshkorlabdi deb xush bo'l. Avu seni qilang emas u.
Sana o'zingning loyiqida yaxshi qizlar uchraydi adash. Ansirmig ne bo'ldi? Furqatning gaplarini anglab ko'nglim sal orom topgandek bo'ldi. Ammo taglab o'ylasam, ko'nglim ajoyib g'ash edi. Qizlarning mundaqmi bo'lib ketganlarga hayron bo'lmay desam, hayronligim keladi. Qizlar haqida tag'dim bag'dim paranglashib o'tirib, xeyli vaqt o'tganda u qizdan yana uchur keldi. Qandaq bo'ldi? Uchuringizni saqlayapman. Tiringni cho'chidim. Uninga gapmi qilmay, o'zimizning parangi bilan bo'lib ketganimiz yodimdan kechdi. Endi nima deyishim kerak? Ayonchilik bir holda Furqatga qaradim. U qo'limdan yonfinni elib qizga javob qaytardi. Attürgül mehmon saroyining 9-qavati, 918-nomerlik yotoq. Tezroq bo'ling. Ola shaharni. Furqat mening yenimda. Biz ikkimiz mening hujramda. Bu nerede turib Attürgül mehmon saroyidan yotoq zakaz qilib bordi. O'zjida achchig'im keldi. Silkibdi dedim uningga. Adash, mabak eshikka timo qandaq. Ha? Har qancha bo'lsa Attürgül mehmon saroyiga u qiz uchun yotoq zakaz qilib sen bormaydigansan. Men o ağamçını bağlap sörsem bağmayman. Ahadını oylanıp yazılı canım adışım kamlaşma de bu. Ay. Bek ciddiliş gidedigen sen ey. Öpkeni biz to'xtab turg'una birdam. Mehmon saroyiga hech qaysimiz bormaymiz. Mo'shundoq ahmoq qilib obdan bir savoq berib qo'ymiz. Ma qiz bola aviyaga berib yiqib, burniga suv kirib sal odam bo'lsin qara. Ondan salpal o'zini tuyib yurdigan bo'ladi. Yomoni yo'q. Ay, elsirmig ne bo'ldi? İçimni ming tag'ar qurt qo'ng'izlar tatlagan bir bearamchilikda vaqtni bakmi tasdi o'tkazib o'tdim. Degandek yarim soatga yetmagan vaqt ichida qizning o'ndidaridan uchur degan yig'ishqa boshladi. Hey, qanday qilib bu? Meni ahmoq qilib atamsiz ya? Bu shaharda Attürgül mehmon saroyidan bir sil bordi. Ha, bir sil bor. Nima bo'ldi? Amsi bu nima qilganingiz deyman zodi. Meni mehmon saroyiga chaqirib qo'yib o'zingiz yo'q-ku. Men mehmon saroyiga bormadim. Nemishqa? Mening bundaq yerlar bilan toza xo'shim yo'q. Kelgusidagi bo'lg'usi oilam 100 kelaligidek odam bo'lay deb pokiz yashab, mush kunga kelganman. Shu sizni undaq yerlarga chaqirsam boramdo, bormamdo, shuni bilib boqay degan. Boradi ekansiz. Bilib bo'ldim. Maslashqiningizga ko'pdan ko'p rahmat. Hayvanman sen ey! Nima qilganing bu odamni ahmoq qilib? Bu tayin yo'q hazlak. Qiz taraf bola til soldi. Furqat uning tishlarini tamom ko'rsatib kulib turgan chiroy ifodasini to'liq 3 qator qilib laqqada chiqarib yo'lladi. Qizning xat uchuri ovozli uchurga olinishibla meni qor qo'yiq tillab ketdi. Opangni, ya ochangni shunda ahmoq qilsang bo'lmamdi sarangoy. Nima qilganim bu odamni ahmoq topatding? Ha? Qizlarga bulanmaydigan ishing bo'lsa, hödisidan chiqolmaydim deb ochiq desam bo'lmamdi. Qizning ovozida kelayotgan sat gaplarni anglab chiday olmag'ili turdim. Yo, shunchalikmi eg'izi bezab qiz bola bo'ladi ekan bu hayotda. Chiroyimning o'zgarib ketayotganini bayqagan Furqat oldirab qizga ovozli uchur qaytardi. On ikkinchi qism. Yo, shunchalikmi eg'izi bezab qiz bola bo'ladi ekan bu hayotda. Chiroyimning o'zgarib ketayotganini bayqagan Furqat oldirab qizga ovozli uchur qaytardi. Hey, yotoq kuchga rasvo. O'zingning aynigini o'zing ko'rsatib qo'yganim rahmat etsan bo'ldi teqi. Qizlarga bo'lish bo'lmaslikdan gap ochma. Beka tutishib qolsak, cho'nganingni ko'zing ko'rsatayman. To'la qiz ayollarimizning, onlarimizning yuzini to'kib, yotoq-moyotoq g'itildab, dasmeringni yo'q puli kamga setib yurmay, uyingda jimmida o'ltirib, olaydigan birasiga chiroyli qish tegib ol. Bo'lmasa bugungi mav setchiliging oshkor bo'lib ketsa, nesiga ep qo'yganim odam chiqmaydi sen menet quduqni. Furqat deydiganlarini deb bo'lib, u qizni o'ndidarimdan yuyib etdi. Shu chaqda harduqim chiqqandek bo'lib, cho'nqur nafas oldim. Shunda qilib u qizdanmi aloqam uzildi. Biroq ko'ngil g'ashtiki xeyli kunlargacha ichimni tatlab turdi. Shu ishdan keyin Furqat bilan pat-pat heliqi qiz haqida paranglashib qoldiganmi bo'ldik.
u menga bu qizdinmi g'ayri, hatto anglasa odam mangu ayol zotiga yaqin yo'lig'isi kelmaydigan darajada yerginib ketirgan qiliqi bor ba'zi qizlar haqida ajoyib g'aroyibotlarni so'zlab berdi. Oliy maktabdagi vaqtimda qara. Bir saboqdashimiz bo'ldigan Nurbiya deb. Hali pek cho'nti demaysan. Sinfimizdagi o'g'illarning hammasi necha qitimdan talab qo'yib chiqdi. Ya birsi bilan yurmadi. Yuqorti va yillikdagi o'g'illarmi xili agitdi uni. 4 yilning ichida bir o'g'il bola bilan yiqiraq o'ltirib paranglashib baqqandim ko'rib baqmadi hech qaysimiz. Qandaq bo'lgan bir chaqda demaysan. Maktab bitirgil 1 yil qolganda qizning ota-onasi maktabga jidal qilg'il kepti. Dars anglab o'ltiratdik. Qandaq kirdi sinfga hech kim bilmadi. U chaqlarda ota-onalarning maktab ichiga kirib bolalarni yo'qlashi, o'qituvchilar bilan fikrlashishi, bolalarga narsa kerak akilib berishi cheklimga uchirmaydi bilasan. Shuning bilan eg'ir dars anglab zodi jimjit o'ltiratdiqda. Chivin usti anglangandek diqqat bilan yiliq opsi muallimni tillab kirdi eshikdan. Hayronu has qoldiq. Nemish bo'g'inni anqirib bo'g'icha, "Ay tuy" debla yiliq o'riq ayolning ishki qo'li muallimni yoqib turdi. Tillavatido eg'izni buzib, tükürvatido chiroyiga zodi muallim deganning shalab pishdi. Yo'porlab berib tutulib, ikkisini ajirtib bulamay holimiz qolmadi. Angacha maktabning amalli qo'llash bo'limdagilar kirib, ayol ikkisini so'rashtirib ap chiqibdi. Qarasam muallim degan yunda ozgildan süzgandek bo'lib, chiroyi muomidek bo'lib ketibdi demaysan. Tükürükki to'lgan ko'zaynikini surtgach, ovlaning orqasidan chiqib ketdi. Yopir debli qoldiq kayni qarab degina. U chaqda u vaqaning hech nimasini ufqil bo'lmadi. Keyinchiroq bir anglasak, yomon sat gaplarkan demaysan. Yilqi Nurbiya degan saboqdashimizning bir qo'shkazak otis borligini bilatdiqchi. Singlisini izlab maktabga netch kelgan o qiz. Boshqa maktabda o'qiydigan, chiroyi Nurbiyaga terisini shulib ilib chaplagandekli o'xshaydigan qiz bo'ldi. Nurbiya degan saboqdashimiz shu otis bilan hamjinis muhabbatga qara. Voy ha, o'zining qo'shkazak otis bilan o'ylasam aql etmaydi-da odamning. Otis bo'lgan qiz bolaning telefoni buzilib qolgan o'xshaydi ekan. Buni opsiga debdi. Maktabimga kelib, meni ap ketib o'ngishib akilib berdi. Opsi berib qizning qo'ldagi telefonini ilib, remote xonga opirib o'ngishib, ondan ichini oqtirib baqsa, saplı sınıs bilen yalang'och beti yalashib, söýüşüp, quchoqlashishga rasmlamash. Tiga ikkisining hayajonli minutlardan qisqa ko'rinish filmlarimi barning gapini qildi. Bu gaplar qandoq bo'lib talatizga chiqib qoldi? Bizmi toza anqirib bo'lamadik. Ammo qizlarning ota-onasi maktabni ham o'qituvchilarimizni bolalarga yaxshi tarbiya qilmadi deb hisoblashib so'qishtil kelgan ekan. Hey, o'ylab baqa. Maktab bolalarga dars o'rgatadi. Qisman axloq ham qanday qilib jamiyatda bir kishilik o'rnini tepishni o'rgatadi. Lekin kim bilan muhabbatlashish, kim bilan to'y qilish o'rgatmaydi-da. Shuncha ko'p o'g'illarni bir chetga qayirib qo'yib, qiz bola bilan yana kelib o'zining qo'shkizak otis bilan muhabbatlashib yursa, ota-ona turib ta'tilda saq bir ta'til ha, bir butun ta'til. Dam olish kunlarini desak, haftada necha kun shu uyda ikki qizi bilan birga turibmi bayqamgan tursa o ishlarni. Maktab va o'qituvchilar qanday bilatdi? O'z ota-onasi bayqab tuzab bo'lamagan o ishlarga kimning qurbati yetidi deysan. Shu jidallar bo'lgandan keyin gaplar bir yerda turmadi. Yilqi Nurbiya degan saboqdashimizmi o'ziga diqqat qilayotgan, ustidan so'zchak tarqatayotgan tashqi nazarlarning ko'pligidan beshini ko'tarib yuramadi. Besimga bardoshlik bermay bir mezgil maktabga kelmadi. Keyin o'qituvchimiz bizga uning o'qishdan chekinganligini uqtirdi. Ham unikidek ishlar chiqib qolmasligi haqida bekmi uzun yig'in ichib, hammamizga tarbiya ishlab, shunday ishlar bo'lib qolsa, maktab taraf mas'uliyatni ustiga olmaydiganligi, shunday qilib chiqib qolgan o'quvchilarga chora ko'rdiganligi. Bu voqeaga aloqador misollarni ham maktabning qarorini ota-onalarimizga uqtirganlik haqida ogohlantirish berdi. Shu ish yuz berib, xeyli chaqlag'icha sinfimizdagi, maktabdagi, hatto jamiyatdagi barliq qizlar ko'zimga g'ayri ko'ringan bo'lib qoldi demaysan. Bo'libmi loyiq yo'q bo'yda qizlar degina? Unda hamjinslarning hikoyalarini turda to'liq ko'ratdik. Kinolardami uchrab turadi. Biroq atrofimizda yana kelib ko'z oldimizda borligini, ko'zimizchilar g'alati bir ishlar bo'lib ketganligini faqatla o'ylamabdi ekanman. O'ylabmi aqlim yetmay, xeyli uzungacha tushimda quva xiyol qilib yurdim o ishlarni. Ondan yan bir ish bo'ldi qara. Parallel sinfdagi bir qiz talab qo'yib qoldi bir chaqda. Furqat, "Voy, ikkimiz yurib qolaylik-chu" deb erkilab,
Voy, endi u qiz zodi maktab tavallikida yurgan hech kim qolmagan vashangli bir qiz degina. Hayotning har bir kuni, har soat, har minutni muhabbatsiz o'tkazib boqqan emasdi. Yili qarsa uning bilan, yili qarsa buning bilan ish qilib zodi xilma-xil o'g'illar bilan yetilishib yuratdi almashtirib o'ynab, qog'ozga yozib o'ltirib, sanab baqsaqmi 300 chiqib qola bo'g'aymetiki heliqining ko'ning muhabbatlari. Shu ishlarga qarab toza ko'z kelmaydim men. Osh talab qo'yib qolsa bo'ldi texi bir kuni. Gepini chaqchaq tortib o'tkazib o'tay desam, ching'ida chaplashidi. Mumkin bo'lmadi mundaqli o'tkazib o'tish. Aplab-saplab qutulaman deb o'ylash baqay deb javob bersam, maqqida chaplashidi meydamga. Voy, ma odam boya deb oralli qutuldim. Sinfda yaqin o'tadigan ikki og'aynam batdi. O'ltirayli deb chaqirgan yerga talatim so'run kirsam, "Nim bo'ldi?" deb so'raydi. Bo'lgan ishni deb bersam, meni mazaq qilib toza kuldi. Ondan uning burunqi muhabbatlarini sinab bagil turib edi. Uchimizning barmoqlari yetmadi. Hey, ajoyib qiziq demaysan o ishlar. Shuna qilib, biroz kulishmak o'yindiq. Aradan 2 kun o'tib, qiz yana javob so'yildi. Yana o'ylashadigan bo'lib, o'ztib qo'ydim. Ondan bir kuni u qiz to'g'riliq yomon g'alit bir xabarni anglab qoldim. Ma'lum bo'lishicha, osh qizning 2-3 kunda bir jinsiy munosabat o'tkazib turmasa, badallari og'rib, suyaklari yiqimsizlanadigan g'alit keslar bor ekanmish. Rost shunday keslar bormi yo o'g'illar bilan yaqinchilik qilib o'tishni ziyodabek yaxshi ko'ramdi. Uni bilmadim. Ish qilib aralashib boqqan lekin o'g'illar bilan karavotga chiqib ishni jo'ndab turdi ekan. Endi maktabda pek ochiq oshkor muhabbatlashib bo'lmaydi bilsan. Uning ustiga qiz o'g'illar yotoq rayoni ayrim-ayrim. Xalqalli chaqda ayrim ko'rishib, hani uga qatqilib bo'lmaydi. Shu damilish kunlari maktab sirtiga chiqqanda bu qizga bayram bo'ldi ekan. O'g'il do'stlarga azobkan bu. Endi biz o'g'illarmi xilibek g'aybatchi kelimiz degina. Aramizda bo'p turdi undaq shaxsiy paranglar. O qizlar bilan yetib baqqan o'g'illarmi so'rin porlarda yotoqda bekor qilib zerikib qolganlarda kinoning jarayonini deb qo'ydi ekan boshqa og'aylarga. Og'aylar qopib Hushaq-hushaq gazir so'rinlarda chiqarib saldi ekan o gaplarni. Shunday qilib, chiqarib, iliq gaplar hamma yerda uchib yurib bo'ldi ekan necha kunda. Gaplarning ba'zilaridan ma'lum bo'lishicha, ba'zi o'g'il do'stlari buning ziyoda bagakligidan, unmisiz zo'rlab turilishlaridan zerikib o'zini qochirdigan, uchirishq chaqirsa chiqili unmaydigan, chidamaganda oxir ayrilib ketadigan bo'lib oldi ekan. Haftaning oxir qilinmay aram bir damilish kelganda aka ansini ko'ygis kelib, "Öyi bu shaharda emasdirmi? Haftaning yoqqa yig'ilib qolgan ishlarini tugatishga aldirab, texi ba'zilari sirtdan topgan soatlik, kunlik xizmatlarga ko'ngilishib turganda, bu qizlarning beriman deb surkilib turganlari ancha yoqmaydigan chig'i. U yanchuqida tuzuk pul yo'q. Ota-onasi avatib beradigan turmush pulga qarashlik o'quvchi bolalarning oldi bilan o'ylaydigan qo'rsoq bilan turmushni g'imi shundaq-ku. Ularning g'amlari bilan kori yo'q. Ha desa mehmonxonaga sulib olib, bu pulni yotoq haqqiga xajlab tugatgan bilan uydan keyingi oylik turmush puli kelguncha tayyor cho'p, qattiq non g'ajaydigan gap. Bu haftasi ashundoq yozsa, kelar haftasi yana shuningga kuch ko'rsa, yanchuqning holiga beqib qilmagan bilan u ko'ngilning xushligini yoqmaydi ekanmish. Tayyor cho'pning dadi uningdan yomon. Ya qo'rsoq to'ymay, ya quvvat yo'q. To'la ya vasa so'g'ib kelib, boshqiyib, putqolda mag'dur yo'q. A qizning xizmatini obdan qilolmay, soatlik kunlik xizmat deb ishlaydigan muhabbatlarni pul topqil qo'ymaydiganning ustiga yotoqqa barleyning gapini to'lchaqlarda o'z qildi ekan bu. Pul yo'q desa qattiq tegamish hiliq o'g'il bolalarga. Hey, nim japa deyman-da uncha. Ish qilib, shuncha gaplar taraf-tarafdan cho'lib chiqavergan seri bu qiz bilan yurishni xohlaydigan biroz chiqmagan bir vaqtda menga ko'z tushgan o'xshaydi. U chaqlarda loyiqimdan yengli ayrilib ketgan. Ko'nglim yerimchaqlaydi. U bayqushmi maxsus ko'ngil yerimdan tip hujum qilamdi ekan tang. Ish qilib, talab qo'yib ko'zimga kirib oldi. Og'ayni bolalar tex kuldi. Adash tayyor olja, ma'qul davita deb sanliq qilib. Hamda har qancha bo'lsa-mo, hech kim ko'zga ilmaydigan, kasbiy bo'p ketgil turgan birsiga o'zimni bulg'ab yurmayman-da menmi? Shuning bilan demaysa adash, ming bir va'dalarni berib, yalvorib yurib, ovu oyilib ketgan muhabbatim bilan yarashib olib, buningdan qutulgan bo'ldim. Bu konlar zodi beshidan o'tmas demaydi ekan-chimi? Paxtaning ichida cho'qsaqlig'i bo'lmas degandek, ovu qizning ishlari cho'lib, yo'g'inab, maktab rahbarligining qulqiga yetgan gap.
bu chaqda u necha qitim bola tushirib zavod bo'lib ketgil turib kelmishlar. Oxirgi qitim bola tushirishida doktorxonada qonsirab ketib, oldin maktabga xabar qilganmish. U qiz boshqa yurtdan bo'lgandan keyin bu shaharda tuqqanlarmi yo'q. Yana shu bichar muallim berib, yinida turib, davolatib, chiqimlarni to'lab, yondirib chiqibdimish. Uningdan keyin tekshirgil turibdi ekan. Ish kuchlarining jiqliqida yozg'il daftar to'shmog'il tosqalganmish. Shuning bilan maktab rahbarlari qattiq cho'chibdi buningdan. Ashtaq qilib, o'qishdan chekindirib, maktabdan haydayotgan-da uni. Uning kayniga kirib, qiliqlarini bir-birlab o'ginib, do'kon ayrug'idek bo'lib ketgan shogirdlardan nechasining shamilini yig'di muallimlar. Mushundoq qarab bu ishlar. Jahonda texi mundaqmi ishlar bor degina. Shunga u yotoq kuchkining ishlarini eg'ir elib, pushqinib o'ltirmay umidvor bo'la. Sana mos kelmaydigini hamon o'zini oshkorlaydi deysa. Nima qilsan undaqlar uchun ko'nglimni yerim qilib? Ay, arzimaydi deyman, arzimaydi. Farqatning gaplarini anglab birda hayron bo'lsam, birda ashundaq ishlarga uchrab qolmaganim uchun xo'sh bo'lardi. Hayotning yana mundaqmi o'yinlari borligini, qizlarning mundaqmi taraflari bo'lganligini bilganimda to'y qilish degan bu uqumdan qo'rqib qilishga boshladim. Biroq men qo'rqqan bilan bu uqumdan opam qo'rqmaydi. İki gapning birisida meni söylab to'y qilishga oldirtishni zodil unutib qolmaydi. Ya bir orada bo'lib o'tgan ishlarni tafsili aytib, meni to'yga qistamaslikqa murojaat qilib bo'lmaydi. Necha toshning orasida qisilib zodil holim qolmag'ili turdi. Yoshning yilsiri ulg'uyib ministri texi azob o'zicha. O'ylamaydisimi odamning kallasiga kirib. Ashundaq yurgan kunlarning birida yana shu Farqat tamoq yeymiz deb chaqirib chiqiblar, qiz do'stining do'sti bilan tanishtirib qo'ydi. Qizg'u xeyli chiroyli, gap so'zimi joyida, tarbiya ko'rgan qiz ekan. Endi qog'inigu rizqimizga bog'liq ishdi. Lekin navbat rizqimizga kelmay turib, bu qizmi o'yinlarini o'ngchi qo'ydi. Og'inamning qiz do'stining amroq do'sti bo'lganiga ishonch qilib, menga ziyoda akilamdi yoki mijozi burundan ashundaqmi bilmadim. Bir qitim ko'rishga taklif qilib qolsam, cho'qim 2-3 soat burun deb qo'yib, oldin kelishim kerak edi. Bo'lmasa, birer yarim soatdek bo'yoqning jabduq yasoqlari bitmay, o'zi rozi bo'lganga qadar girim qilib jabdunmasa, texi sirqi chiqis kelmay. Men buni saqlab, uyning oldida bekadilni necha soat saqlab jeli bo'lib, billa tamoq yeydigan, kino ko'rib bozor aylanadigan kayfiyatlar uchib, hech nimasi qolmaganda to'lim sovuq ko'rishib qolatdik. O'zining meni ko'p saqlatib kayfimni uchirayotgani esida yo'q texi. Shuningimi qaytdi. Qopig'ini ochmading, tutilib olding, do'q qilding deb qiydab. Shunda qiydab qolsa, yenikroq bo'lsa ochchig'inib soatlab qaqshaydi. Eg'roq bo'lsa jaldiqini chelib, olti patman chalva qilgandan keyin mashinadan tushib qoladi-da, mening kayfiyatimning qandoq bo'lishiga, savallikning o'zidan ketganiga parvomi qilmay uyga kirib ketadi yoki mening ko'zimchilar taksi to'sib ketib qoladi.